Assalomu alaykum. Mana biz kechqurun sayriga chiqdik. Xudo xolasa mana Grozniy, Checheniston parkda yuribmiz, aylanib. Mana bari yangi Dubayskiy aylanib yuribmiz. Kech bo'lganda ko'chada skameyada pul to'lagan bu 4000 rubl. Cho'ntakka solamiz. Telefon ekanmi bu? Yondi. Buni ham cho'ntakka solamiz. Plastik. Hamma ham aytaveradi, ko'chadan plastik topib olsang unaqa. Mana biz ham topib oldik. Xudo xolasa buni ham cho'ntakka solamiz. Endi Xudoni bergani musofir. Xudo xolasa endi boy biz aylanib yuribmiz. Egachisi telefon qilar. Hali pulni ishlatamiz, plastikni ko'ramiz. Puli bo'lsa magazindan yechamiz. Bo'lmasa ana ko'raylikchi, bizni kim videoga olib, kim shantaj qilib, kim qamavorar kim bizni. Hamma Rossiyada shunaqa deyapti. Lekin Chechenistonda bunaqa bo'lmasa kerak. Xudo xolasa bo'lmaydi ham.